Assalomu alaykum, hurmatli kimyogarlar. Sizlar bilan bugun Mega Kimyo 2022-yil birinchi mavzudan 51, 52, 53-masalalar yechimini ko'rib chiqamiz. Demak, masalalarimiz birinchi masalaga o'tishdan oldin moliyar hajm nima o'zi? Moliyar hajm bu 22,4 litr taqsim molni beradi. Ya'ni bir moli har qanday modda, mana bu bulutcha shaklidagi modda, ya'ni har qanday moddaning bir moli 22,4 litr hajmni egallaydi degani. Moliyar hajmning asosiy ma'nosi shu. Endi masalaga qaytsak, 51-masalaga kelsak, har qanday gazning 0,5 moli normal sharoitda necha litrni tashkil etadi? Normal sharoit bu 22,4 litr degani. Demak, bir moli 22,4 litrga teng normal sharoitda. Bizda 0,5 moli qancha deyapti? 0,5 mol x desak, proporsiya usulida 0,5 ni 22,4 ga ko'paytirib 1 ga bo'lsak 11,2 litr. Ya'ni osonroq hisoblasak 1 moli 22,4 0,5 bu yarim degani 11,2 litr degani. Demak, 51-savolimizning to'g'ri javobi C javob bo'ladi. 52-savolga qarasak, har qanday gazning bir moli normal sharoitda necha litrni tashkil etadi? Har qanday gazning bir moli normal sharoitda 22,4 litr hajmni egallaydi. Bu moliyar hajmdan ham keltirilgan. Demak, 52-savolimizning to'g'ri javobi A javob bo'ladi. 53-savolga qarasak, azot gazining 0,2 moli normal sharoitda necha litrni tashkil qiladi? Demak, mana azot gazi berilgan. Bir moli bilamiz, har doim 22,4 litrni egallaydi. Bizdan 0,2 molini so'rayapti. 0,2 moli x desak, proporsiya usulida 0,2 ni 22,4 ga ko'paytirib 1 ga bo'lsak 4,48 litr kelib chiqadi. Demak, 53-savolimizning to'g'ri javobi B javob bo'ladi.